quyidagi yangiliklar qonunchilikka kiritildi. Birinchidan, ichki ishlar organlariga xizmatga birinchi marotaba qabul qilinayotgan xodimlarga sinov muddatini 1 yil etib belgilash. Ikkinchidan, xuddi ichki ishlar organlari ehtiyojini inobatga olgan holda Ichki ishlar vazirligining akademik litseylar bitiruvchilari uchun Ichki ishlar vazirligi akademiyasida tezkor huquq faoliyat va huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati yo'nalishlariga har yili to'lov kontrakt asosida 200 nafargacha qo'shimcha kvota ajratish masalasi kiritildi. Shuning uchinchidan, intizomiy jazo tariqasida lavozimdan ozod etilayotgan xodimlarni boshqa sohaviy tuzilmalarga yo'naltirish emas, ularni o'z yo'nalishi bo'yicha quyi bo'linmalarga tushirish yoki malakasini aniqlash maqsadida attestatsiyadan o'tkazish amaliyoti joriy qilindi.